alaykum barchalarga. Mana bugun 17-yanvar 2026-yil. Haydovchilik guvohnomasini olishga birgalikda harakat qilamiz. Xo'p, 20 ta testga qo'yib olamiz. 25 minut vaqt. Birgalikda yana bir qadam tashlaymiz. Sog' bo'linglar, kuzatib borayotganinglar uchun rahmat. Obuna bo'lganlarga ham rahmat. Xo'p, 20 ta test, 25 minut vaqt. Vaqt ketdi, albatta vaqtni qadrlaylik. Vaqt eng kerakli narsa. Shashma-shasharlik bilan belgilab cho'ntagimizga ziyon yetkazib qo'ymaylik. Xudo xolasa birgalikda hali provagan videolarimizni ham qo'yamiz. Xo'p, birinchi savol. Belgilardan qaysi biri yer osti avtomobil qo'yish joyini bildiradi? Xo'p, birinchi javob to'g'ri. Xo'p. Quyidagi belgilardan qaysi biri yengil avtomobillar harakati deb nomlanadi? Ikkinchi javob to'g'ri ekan. Xo'p. Ko'rsatilgan belgilardan qaysi biri bolalar deb nomlanadi? Xo'p. Ikkinchisi ekan. Qaysi yo'nalishda harakatlanish taqiqlanadi? Xo'p. Faqat to'g'riga. Xo'p, yovvoyi hayvonlar belgisini ko'rsating. Menimcha 2. Xo'p. Qaysi rasmda piyodalar yo'lni qoidasini buzgan holda kesib o'tmoqda? Xo'p, ikkinchi va uchinchi rasmda ekan. Xo'p. Qaysi avtomobil haydovchisi yo'l berishi kerak? Yana xato qilgan o'quv qoidasi edi. Xo'p. Qaysi rasmda piyodalar qatnov qismini qoida buzmay harakatlanmoqda? O'ynagan rasmda ekan. Xo'p. Oldinda tirbandlik borligini, navbat bilan o'tish, to'xtab turish joyi. Bu belgi nimani bildiradi? Xo'p. Oldinda tirbandlik borligini, navbat bilan o'tishni, to'xtab turish joyiga borishni. Navbat bilan o'tishni bildiradi. Agar haydovchi o'z harakatlanayotgan yo'lni qoplamasini bor-yo'qligini aniqlay olmasa, qorong'u vaqtda loyva, qor va imtiyoz belgilari bo'lmasa, o'zini o'zi asosiy yo'l deb hisoblash kerak. O'zini o'zi ikkinchi darajali yo'l deb hisoblash kerak. Teng ahamiyatli yo'llarni kesish chorrahat deb hisoblash kerak. 11-chi savol. Xo'p. Qaysi haydovchi belgi talabini buzmay to'xtadi? Xo'p. Yuk avtomobili. Har ikkisi buzdi. E'tibor beramiz rasmga, xato qilgan rasmimizga. Xo'p, har ikkisi buzdi deyapti. Yuk avtomobili deb belgiladim. Yuk avtomobili chiziqda ustida to'xtab turibdi. O'zi asli chiziqda
ichkarisida bo'lishi kerak edi. Bunisi chiziqqa yetib bormay, yana bitta mashina sig'adigan darajada to'xtab turibdi. Ikkalasi ham buzgan. Shuning uchun e'tibor beraylik. Xo'p, 12-savol. Ogohlantiruvchi belgilarni toping. Hammasi albatta. 4-5. Xo'p. Harakatlanish qaysi yo'nalishga ruxsat etilgan? Harakatlanish taqiqlanadi faqat to'g'riga, faqat to'g'ri va o'ngga. Xo'p. Barcha yo'nalishlarga ruxsat etilgan. Faqat to'g'ri va o'ngga harakatlanish taqiqlanar ekan. Xo'p. Bu taniqli belgi o'rnatiladi. Qayerlarda o'rnatiladi? Vaqtinchalik ta'mirlash ishlari olib borilayotgan yo'l qismlariga, portlovchi va tez alangalanuvchi yukni tashiyotgan transport vositalariga, haydovchi staji 2 yildan kam bo'lgan haydovchi boshqarayotgan mexanik transport vositalariga. Xo'p. Ushbu vaziyatda qaysi transport vositasining haydovchi yo'l berishi kerak? Xo'p. Ushbu vaziyatda kim yo'l berishi kerak? Xo'p. Ushbu svetofor tramvayga qaysi yo'nalishda harakatlanishga ruxsat beradi? Barcha yo'nalishlarda harakat taqiqlaydi. Bunday vaziyatda siz kelayotgan avtomobilga yo'l beramiz. Chorrahada qaysi yo'nalishda harakatlanishga ruxsat berilgan? Chorrahada faqat to'g'riga. Xo'p, 20-savol. Ushbu belgi qanday nomlanadi? Juda ko'p tushgan savol. Sun'iy notekislik. Baland va piyodalar o'tish joyi ekan. Xo'p. Asosiga qaytamiz. Bugungi natijamizni ko'ramiz. Xo'p, bugungi natijamiz 20 ta testdan mana e'tibor beramiz vaqtga. 25 minut vaqt berilgandi. Soat ertalabki 10:09 dan 10:06 gacha tugatib qo'yapmiz. Imtihonga kirganimizni hisoblaydigan bo'lsak. Xo'p. Bu degani 7 daqiqada biz imtihon tugatib qo'yapmiz. Xo'p. 20 ta testdan 10 ta to'g'ri topganmiz, 10 ta noto'g'ri belgilaganmiz. Bu degani o'tolmadi degani. Xo'p. Keyingi videoyimni ko'rsangiz bir narsani tushuntirmoqchiman. Albatta kuzatib boring. 20-darsligimiz ham nihoyasiga yetdi.